O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan xonanda Munisa Rizayeva haqida xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kunning tezkor xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Erimni soxta deb o'ylayotganlarga javob beraman deydi Munisa Rizayeva o'zining video murojaatida. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan xonanda Munisa Rizayeva ijtimoiy tarmoqda shov-shuvga sabab bo'lgan video murojaati bilan kuzatuvchilar e'tiborini yana o'ziga qarata oldi. Aytishicha, kecha uni boshdan o'tgan kulguli, biroq o'ylanishga majbur qiluvchi holatni bayon qildi. Xonandaning so'zlariga ko'ra, ertalabdan kechgacha xo'jayinim telefonda bo'ldilar, chunki ishi shunday edi. O'sha kuni biz aeroportga keldik, O'zbekistondan Dubayga uchdik. Xo'jayinimda ID kartasi bor. Ular boshqa tarafdan o'tdilar. Biz esa o'g'lim, Nyanka va men alohida o'tdik deydi xonanda. Munisaning aytishicha, u va oilasi bagajlarni o'zlari olgan. Qaysi sumka o'zlariniki ekanini ko'rsatib, bor ishni o'zlari bitirgan. Erim o'sha yerda ishlar bilan telefonda ovora edi. Biz esa hamma ishni o'zimiz hal qildik deydi xonanda Munisa Rizayeva. Xonanda Munisa Rizayevaning dayrikiga shunday yozishdi. Assalomu alaykum Munisa. Eriz shunchaki podelka. Yoningizga olib yuribsiz, haqiqiy emas-ku. Men sizlarni aeroportda ko'rdim. U turmush o'rtog'ingiz emas. Siz hamma ishni o'zingiz qildingiz. Menga turmushga chiqing deb yozgan deydi Munisa Rizayeva. Munisa bu gaplarga hayronligini yashirmadi. Haqiqatan mana shu savollarga qotib qolaman deydi xonanda. Nimaga odamlar bunday yozadi? San'atkorning aytishicha, ular uchun maxsus servis buyurtma qilingan. Ularning xizmat ko'rsatuvchisi shaxsiy mashinagacha kuzatgan. Bizga xizmatchilar bor. Kimdir bizni kuzatdi, kimdir esa bagajni oldi. Bu oddiy ish. Lekin odamlar shuni ham noto'g'ri tushunadi deydi xonanda Munisa Rizayeva. Meni oilam haqiqiymi, yolg'onmi? Baxtlimanmi, baxtli emasmanmi? Sizlarga nima farqi bor deydi xonanda Munisa Rizayeva. Odam san'atkor bo'lishi, uning shaxsiy hayotiga hamma aralashishga haqqi bor degani emas deydi xonanda. Biz o'zbekmiz, bunday tarbiya olmaganmiz. Menga ota-onam shunday tarbiya berganiga Xudoga shukr qilaman deydi xonanda Munisa Rizayeva. Sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. O'z ishingizni qilinglar. San'atkor hayotiga aralashmanglar deydi xonanda Munisa Rizayeva. Xonanda nafaqat xotirjamlik, balki oilasini himoya qilishga ham tayyor ekanini ko'rsatdi. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.